Assalomu alaykum, go'zallarim, xayrli tong hammalarga. Kuningiz yaxshi boshlandimi? Qizlarjonlar, mana xudo xolasa skidkalarimizni tugatib olib, qizlar 190 minglik skidkamizni tugatib olib, oyoq kiyimlarimizni bitta-bitta obzor qilib bermoqchiman. Sizlarga oyoq kiyimlarimizni skidkasi davom etyapti. Sizlarga ajoyib yengillik qizlarjonlar. 90 ming, 100 ming, 120 mingdan oyoq kiyimlar xarid qilsanglar bo'ladi. Hammasi Xitoy fabrichni mana taxlab qo'yganmiz. Qizlar 0 yoshdan boshlab, tug'ilgandan boshlab bemalol qizlar 15-16 yoshdagi farzandinglar uchun har xil turdagi oyoq kiyimlarimiz katta partiyada bor. Qizlarjonlar, bular hali hammasi emas. Mana sklatimizda yana oyoq kiyimlar olib chiqyapmiz. Betartibligiga e'tibor bermaysizlar qizlar. Hozir hammasini chiroyli qilib, soldat qilib taxlab qo'yamiz sizlar uchun qizlar. Har xil fasondagi ichlari mex, mavsumbob. Hozir mana qorlar yog'yapti qizlar. Hammamizga ayniqsa kerakli bo'ladigan issiqqina bolalarimizni oyog'ini ushlab turadigan shunaqa ugilarimiz har xillardan bor qizlar. Tez-tez shoshilib kelib qolasizlar. Ish vaqtimizda 9 dan 22:00 gacha. Hammalarni Yakkabog' Eco City F66-do'konda shunaqa skidkali oyoq kiyimlar bilan kutib qolamiz qizlar.